kutilmaganda uyingizga birdaniga mehmonlar kelib qolgan paytda qayerga joy solishni bilmasdan labolarga to'shakchalar solib o'tiringlar mehmonlar deyishlardi davri o'tdi. Bundan o'tkaza olmaylar. Undan ko'ra mana bunday mebel stollardan olinglar. Suv tekin narsa topib qo'ydim. Do'stlar, mana shu turishi, do'stlar, bambuk oyoq bo'lar ekan 10 million so'mga bosib olsangiz bo'ladi. Ya'ni 16 talik bo'ladi, oyoqlari ham simala oyoq bo'ladi. Do'stlar, bu yerda 3 million 200 ming so'mdan 10 million so'mga olsalar ham bo'ladi. Aytilgan narx ichida vodiyning ichiga dastlabkilarni mutlaqo qilib beradi. Mana bunisi moychicha gullisi bo'ladi. Atigi 12 talikda 3 million 200 ming so'mga olsalar ham bo'ladi. Bunisi 3 million 400 ming so'mga olsalar ham bo'ladi. Mana bunisi nima deyapti? Bambuklisi bo'ladi. Shu turishini 7 million so'mga bosib olsalar ham bo'ladi. Mana bunisi nima deyapti? Do'stlar, mana shu turishini 6 million so'mga olsalar ham bo'ladi. Eng zo'rlardan bo'ladi. Qaranglar do'stlar, monikallisi 6,5 million so'mga shu 12 talikda olsalar ham bo'ladi. Materiallari ham polni yong'oq bo'ladi. Do'stlar, materiallari eng zo'rlardan bo'ladi. Bundan tashqari mana bunisi nima deyapti? Do'stlar, bambuk qoplama deyilar ekan. Mana shu turishini 6 million 200 ming so'mga olsalar ham bo'ladi. Mana shunday arzon mebellar topib qo'ydim. Sizlar bittadan like bosib qo'yinglar. Mazir Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan bo'ladi. Aloqa chiqib olasizlar.